Bugungi raqamli iqtisodiyot va global raqobat sharoitida mamlakat taraqqiyotini zamonaviy bilim va strategik fikrlashga ega kadrlar belgilaydi. Ana shunday salohiyatli mutaxassislarni tayyorlab kelayotgan Respublika bank moliya akademiyasida navbatdagi magistratura bitiruvchilariga diplom topshirildi. Ilm, mehnat va katta orzular mujassam bo'lgan tantanali kecha nafaqat bitiruvchilar, balki ularning ota-onasi va ustozlar uchun ham unutilmas onlarga aylandi. Mamlakatimiz moliya bank tizimi uchun yetuk va raqobatbardosh kadrlar tayyorlab kelayotgan nufuzli oliy ta'lim muassasasi Bank moliya akademiyasining bu galgi bitiruv kechasi ishtirokchilar qalbida unutilmas taassurot qoldirdi. Juda ham sharoitlar zo'r, ayniqsa pedagog o'qituvchilarning saviyasi, ularni bizga berayotgan ham amaliy, ham nazariy bilimlari, o'qituvchilarimiz chet ellarda malaka oshirgan kuchli mutaxassislar tomonidan aniq va tizimli ravishda darslar tashkil etildi. Biz Bank moliya akademiyasini bitiruvchisi ekanligimizdan juda ham faxrlanamiz. Bu tadbir shunchaki diplom topshirish marosimi emas, balki yoshlarning orzu va maqsadlari ro'yobga chiqayotgan, ularni katta hayot va yangi zafarlar sari yetaklaydigan unutilmas onlarga aylandi. Juda ham hayajonli daqiqalar, chunki bu daqiqani juda ham kutganmiz. Bizga juda ham bilimli, malakali professor o'qituvchilar o'tgan. Undan tashqari amaliyotda ham bizga eng yaxshi inspektorlar biriktirib qo'yilgan. Bundan juda ham xursandmiz. Bu bizning bilimimizni oshishimizga yordam beradi. Tantanali tadbir umumiy esdalik suratlari, samimiy tabriklar va yorqin xotiralarga boy lahzalar bilan yakunlandi.